O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari haqida ajoyib yangilik. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularga qurilgan binolar va inshootlarga nisbatan huquqlarni e'tirof etish ishlarini yanada tezlashtirishga qaratilgan qonun loyihasini vakolatli tashkilotlar, adliya organlari tomonidan yig'ma jild hujjatlarni ko'rib chiqish hamda e'lon berish muddatlarini qisqartirish, yakka tartibda uy-joylar qurish orqali ortiqcha egallangan yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqlarini e'tirof etish, bozor qiymati o'rniga qat'iy belgilangan miqdorda bir martalik to'lov undirish nazarda tutilmoqda. Shuningdek, loyiha bilan bir martalik to'lov o'z vaqtida amalga oshirilgan taqdirda avtomatik ravishda 50% chegirma qo'llash, to'lovlar belgilangan muddatda amalga oshirilmagan taqdirda esa tuman va shahar soliq inspeksiyasi tegishli shaxslar o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida to'lovlar 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatga esa bo'lib to'lash imkoniyatlari berilmoqda. Bino va inshootlar qurilishi taqiqlangan hududda joylashgan taqdirda esa uni to'liq rad etmasdan yer uchastkasining qurilishi taqiqlangan hududga tushgan qismini esa chegirib tashlagan holda qolgan qismiga nisbatan huquqlarni e'tirof etish ko'zda tutilmoqda. Shu bilan birga soliq qarzdorligi bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravargacha bo'lgan taqdirda esa, shu jumladan belgilangan muddatda to'lanmagan taqdirda esa ushbu ko'chmas mulk obyektlariga nisbatan mazkur qonun talablariga muvofiq huquqlarni e'tirof etish taklif etilmoqda. Bundan tashqari, Uzkosmos agentligi tomonidan binolar va inshootlar qurilgan davri aniqlanishining texnik imkoniyatlari mavjud bo'lmaganda, ushbu davrga tegishli bo'lgan kosmik suratlari mavjud bo'lmaganda, qonunda ko'rsatilgan muddatda eng yaqin bo'lgan oldingi va keyingi kosmik suratlari asosida xulosalar berish nazarda tutilmoqda. Qonun loyihasi bilan binolar va inshootlar, shu jumladan yakka tartibdagi uy-joylar mahalliy va ijro etuvchi hokimiyat organlariga ham mas'ul etib belgilanmoqda.